Recording boshlandi. Demak, darsimiz ham boshlandi. Oldin ikki xil usulda hozir sizlarga tushuntirib beraman. Multi-level new format bilan old format. Ya'ni bu narsa juda ham oddiy, sodda edi. IELTSga qaraganda ancha oson. Nimada multi-level writingga. Old formatda bizda ikki xil narsa bor edi. Ya'ni bittasi part 1da formal or informal letter yozishingiz kerak edi. 150 so'zdan iborat bo'lardi. Part 2ga o'tgan paytimizda akademik topic berilardi. Bunda 250 so'z yozishingiz kerak edi, at least, ya'ni eng kamida. Endi yangi formatimizda, ya'ni part 1 2ga bo'lindi. Ya'ni part 1 va part 2 bo'lib, part 1da informal letter for a friend, ya'ni do'stingiz uchun informal xat yozasiz. 50 so'zdan iborat bo'lishi kerak bu narsa va part 1-2da formal letter yozasiz. Ya'ni formal letter 120 dan 150 so'zgacha bo'lishi kerak. Ya'ni 120 ta yozsangiz ham, 130 ta yozsangiz ham, 150 ta yozsangiz ham bo'laveradi, o'tgan hisoblanadi. Agar 160, 165 atrofida bo'lib qolsa ham bo'laveradi. Ya'ni undan ko'payib ketadigan bo'lsa, jiddagina kak penaltichada bo'lishi mumkin, so'z ko'payib ketganda hisobiga. Va part 2 juda ham sodda, oson bo'ldi. Bugun sizlar bilan o'tadigan narsamiz mana shu part 2 bo'ladi. Ya'ni part 2da post yoki artikel yozishingiz kerak. Endi akademik topikka yaqinroq narsa bo'ladi. Endi sizga ikki xil variant berishyapti. Akademik topik, academic writing yoz demayapti-da. Xohlaganingni yoz. Ya'ni post yoki artikel nimaligini hozir darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Va siz part 2ga 180 tadan 200 ta so'z yozishingiz kerak. Hozirgi o'tadigan mavzumiz part 2ni qanaqa idea generation qilish va mana shu part 2da eng kamida 60-65 bu o'z-o'zidan faqatgina hozirgi sizlarga o'rgatadigan strategiyamga bog'liq emas. Bu siz nima qiladigan, ya'ni qo'llaydigan lug'atlarga ham bog'liq bo'ladi. 60-65 olishingiz. Endi lug'at usullarni yaxshisini qo'llamasdan boshqa nima qilib qovun tushib chiqadigan bo'lsangiz ham o'rtacha hisobda shu strategiyada 50 dan yuqori olishingizga kafolat beraman. Demak, keyinamiz part 2. Oldida part 2 academic topic 250 ta so'z yozasiz. Biroz qiyinroq, ya'ni yangi formatda post yoki artikel bo'lyapti. 180 dan 200 taga so'z yozasiz. Juda oson bu narsa. So'zi ham kamaygan, ikki artikelda o'zi ham osonlashgan. Writingda part 2sini. Demak, ketdi. Baholash mezonini ko'rib chiqishimiz kerak. Bitta narsani bilib olishingiz kerakki, siz writingda juda ham yaxshi, zo'r formatda yozmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, nafaqat writing, albatta bitta IELTS va multi-levelda sizdan so'raydigan 4 ta parti bor. Listening, reading, writing va speaking. Listening bilan reading odatda input nimalar hisoblanadi? Ya'ni input degani bu siz aynan miyangizga nima qabul qilib, o'sha miyangiz ichida analiz qilib javoblarni shunchaki yozib qo'ysiz bo'ldi. Endi speaking bilan writing keladigan bo'lsak, output hisoblanadi bular. Output degani bu siz o'sha sizga berilgan narsani, ya'ni miyangizdagi bor narsani chiqarib berishingiz kerak. Ya'ni miyada nima bor o'zi? O'sha qovoqmi yo bo'lmasam bir to'la narsami, o'sha narsani bildirib ko'rsatib beradigan narsa bu mana shu output sectionlar, ya'ni speaking hamda writing hisoblanadi. Shuning uchun baholash mezonini ikkalasini ham chuqur o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, siz hech qachon xato qilishlardan uzoqroq bo'lasiz. Demak, agar siz B1 olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, endi buni hech kim xohlamaydi. Agar mabodo B1 chiqqan bo'lsa, demak, writingiz qanaqa yozgansiz? Mostly relevant but may lack clarity in stance or have minor off-topic parts. Ya'ni deyarli hammasini to'g'ri yozgansiz, ammo stance degani mana bu yerda opinion, ya'ni fikringizda deyapti, aniqlik yo'q. Demak, bu degani siz writing yozib turgan paytingizda fikram katta narsani hal qilib berar ekan. Va off-topic partlar bor. Ya'ni off-topic bo'ladigan bo'lsa, demak, writingiz, ya'ni mavzu sizdan olma haqida yozdi. Siz olma haqida emas, nok haqida yozib qo'yadigan bo'lsangiz, aniq B1 chiqar ekan. Good control of simple grammar structures. Ya'ni oddiy grammatik strukturalarda deyapti. Yaxshi foydalanadi. Errors occur when attempting complex structures. Ya'ni
xatolar bo'lar ekan qachonki siz kompleks gaplarda tuzaman deb turgan paytingizda. Shuning uchun men sizlarga aytganimki, ya'ni 25, 26, 27 kunlari grammar upgrade nimasini o'tib beryapman. Juda ham ko'pchilikda mana shu complex structurelarda IELTS yoki nimada ya'ni qo'llashdi. Multi level writinglarida, speakinglarda qo'llash. Sabab bularni qo'llamaydigan bo'lsangiz yoki qo'llashda mana xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, nima bo'lishini ko'ryapsiz. B1 ga olib tushib tashlayotgan. Punctuation nuqta, virgullarni o'z joyiga qo'yyapsizmi? And spelling degani bu harflari, ya'ni yozish. Biror narsa yozib turgan paytingizda siz so'zlar o'rni alishib qolmayaptimi? Ya'ni harflar o'rni yo bo'lmasam biror bir harf tushib qolmayaptimi? Mana shu narsaga qaraydi. Punctuation and spelling are mostly accurate, ya'ni juda ham to'g'ri yozgansiz. Deyapti. Errors do not cause misunderstanding. Ya'ni o'shanda qilingan xatolar, ya'ni nuqta yoki virgullarni tushirib qo'yish mana shu narsalarda misunderstanding, ya'ni tushunmovchilikka olib kelmaydi. Demak, mana shu narsani qiladigan bo'lsangiz, siz B1 olasiz ekan. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, writingingiz oddiy, sodda gaplardan, ba'zi bir joylarda off topic joylari bor, kompleks strukturali gaplarni tuzolmagansiz. Mana shu narsalarni qiladigan bo'lsangiz, sizda endi B1 chiqish ehtimoli juda ham yuqori bo'lar ekan. Endi B2 ko'ramiz. Lower B2 bor, higher B2 bor. Ya'ni sizga agar writingingizga, part 2'ngizga 4 ball qo'yadigan bo'lsa, higher B2 bo'ladi. C1 ga yetmagan bo'ladi. Agar 3 ball qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni examiner tomonidan lower B2 bo'lar ekan. Endi ko'rib chiqamiz. B2 olishimiz uchun nima qilishimiz kerak ekan? Nima o'zgarishlar bor? Birinchisi, hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Minor off topic bor bunda ham. Ya'ni off topic partlari bor. Bir xil, mana bu B1 bilan bir xil bo'lyapti. O'zgargan narsani belgilab qo'yganman o'zi. Some complex grammar constructions are used accurately. Ya'ni siz kompleks grammatikani accurate, ya'ni to'g'ri, chiroyli ravishda qo'llashingiz o'zi sizni writingda ballingizni ko'taryapti. Mabodo siz IELTS o'qib turgan bo'lsangiz, bu IELTS ga ham tegishli, ya'ni kompleks grammatikalarda IELTSda writing tekshirish strategiyasi ham xuddi mana shunga yaqin bo'ladi. Ya'ni bir xil desa ham bo'laveradi deyarli. Ba'zi bir joylari bor ham o'zgartirilgan. Errors do not lead misunderstanding. Ya'ni qilingan xatolar misunderstanding olib kelmaydi. Minor errors in punctuation and spelling occur. Ya'ni kichkina xatolar bo'ladi nimazda, ya'ni kichkina xatolar bo'ladi punctuationlaringizda, ya'ni nuqta virgullaringizda, spellinglarda ham bo'ladi, ammo umumiy ma'noni, ya'ni tushirib yormaydi. Sufficient range of vocabulary to discuss. Ya'ni endi siz B2 olishingiz uchun lug'at ham kerak bo'lar ekan. Ya'ni yetarli darajadagi turli xil lug'atlarni ishlatgansiz, o'sha topikka kerakli bo'ladigan. Va some organization transitions may be unclear or mechanical. Xo'p. Transition nima degani o'zi deydigan bo'lsa, transition degani bu linking wordlar. Ya'ni linking hozir masalan mayda chuydasiga buzib, mana shu essayni choch-choch o'rgatib beraman sizlarga. O'shani chiroyli qilib hazm qilsalar ham bo'ldi. Ya'ni some organization transition may be unclear or mechanical. Ya'ni linking wordlar to'g'ri qo'llanmasiz ham siz B2, lower B2 olyapsiz. Ana B1 da linking word ham yo'q edi hattoki. Endi B2 ni baquvvatini, kachogini olish uchun nima qilishimiz kerak? B2 ni kachogini olishimiz uchun eng birinchi qiladigan narsamiz, qovun cho'p qo'ydim, sorry. Davom etyapmiz. Eng birinchi qiladigan ishingiz, ya'ni yuqori ball olish uchun eng birinchi qiladigan ishingiz addresses the question clearly with minor digression stances is evident. Ya'ni berilgan savolga, sizdan so'ralgan narsaga to'g'ri javob bergansiz, ya'ni clearly aniq javob bergansiz, kichkinagina kakali sal aqabaqa siljishlar bilan. Ammo
gapingizdagi ma'no, mazmun zo'r, chiroyli ko'rinib turibdi. Qolganlari hammasi bir xil. Va eng oxirgi bituga olib chiqadigan narsalardan yana bittasi bu clear structure with some use of connectors and logical flow. Connector degani bu linking wordlarimiz. Demak, linking wordni to'g'ri qo'llashingiz ham sizda katta ballni olib berar ekan. Yoki to'g'ri qo'llamasligingiz o'z-o'zidan bu bo'lmaydigan bo'lsa, katta ballni ayirib ham tashlaydi. Shuning uchun linking wordlar, ya'ni sizni yuqori ball olishingizga yordam beradigan narsa connectorlar, logical flow va shu bilan birgalikda asosiy grammatik strukturalar, ya'ni complex grammatical strukturalarda accurate foydalanishingiz. Demak, keyingisiga o'tyapmiz. Agar siz C1 olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zgaradigan narsa nima? O'zgaradigan narsa shows response shows the following features. Ya'ni C1 olyapsiz. Fully addresses the question with clear stance and relevant arguments. Ya'ni berilgan savolga 100% to'g'ri javob beradi. Har bitta g'oyalari, fikrlari aniq bo'ladi va relevant argumentlarni berib ketadi. Ya'ni mos tushadigan. A range of complex grammar constructions is used accurately. Ya'ni grammatical complex strukturalar accurately foydalanyapsiz. Some minor errors occur. Ya'ni ba'zi bir kichkina xatolar bo'lishi mumkin, but do not impede misunderstanding. Ya'ni o'sha tushunishni qiyinlashtirib olmaydi. Range of vocabulary is used to discuss the topics required by the task. Ya'ni yaxshi darajada lug'atlarni foydalanishingiz kerak. Some awkward usage or slightly inappropriate lexical choices. Ya'ni ba'zi bir xato so'zlar tanlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin, ammo unda ham C1 bo'laveradi. Endi bizga eng kerak bo'ladigan narsa well structured post or article with clear paragraphs. Ya'ni batda biz nima, post nima-yu, article nima? Endi mana shu narsaga juda ham o'ylandim men. Ballar qanaqa yozish kerak o'zi? Post stilida yozish kerakmi? Article stilida yozish kerakmi? Qanaqa yozadigan bo'lsak, zo'r bo'ladi writingimiz. Ya'ni sizdan ikkita narsa so'rayapti debdi. C1 olishingiz uchun, aynan part 2 ga yoki C1 dan balandroq olishingiz uchun. Yo post yoz deyapti, yo article yoz deyapti. Nima? Post nima-yu, article nima o'zi? Hozir mana shu savolga javob topamiz. Post. A post means a short, opinion-based or discussion-style text, something you might write for an online forum, a social media post, or an online learning platform discussion, like in your example that you are participating in a discussion for a language learners. Tone, ya'ni qanaqa formatda bo'ladi post? Semi-formal or neutral. Ya'ni formal bo'lmaydi bu, neutral nimasida bo'ladi. Purpose, maqsadi nima post yozishda? Express opinion clearly and interactively. Ya'ni o'zini fikrini aniq va interaktiv tarzda yetkazib berish. Xo'p, demak, o'z-o'zidan o'zini fikrini deyapti. Post yozib turgan paytingizda siz I yoki you pronounlarini xohlagan joyingizda bemalol ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu introductionda bo'ladimi, yoki masalan qaysidir gapni boshida bo'ladimi, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi agarda siz post stilida yozadigan bo'lsangiz. Endi article stili qanaqa? Article is more formal, structured and informative. It's written for a school magazine, a student newspaper or website blog. Ya'ni article o'z-o'zidan postga qaraganda kuchliroq narsa bo'lyapti. Ya'ni school magazinlarga, newspaperlarga yoki website bloglarga yozib turgan paytingizda. Buni toni formal bo'ladi asosan yoki semi formal depending on task. Ya'ni semi formal degan narsa yo'q o'zi, depending on ba'zi bir holatlarda sizdan so'raladigan narsaga qarab turib o'zgarib qolishi mumkin. Xo'p, maqsadi nima o'zi? Ya'ni maqsadi article yozishdan inform, ya'ni nima qilish, ya'ni informatsiya berish, tushuntirish va sometimes persuade a wider audience, ya'ni kattaroq auditoriyani siz ko'rsatib, ya'ni o'zingizni fikringizga ishontirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi siz menga aytishingiz mumkin, post stilida yozganimiz yaxshimi yoki article stilida yozganimiz yaxshimi? Agar siz post stilida yozadigan bo'lsangiz, siz uni letterga o'xshatib qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni hozir juda ham ko'pchilik ko'rganlari mana shu post stilida yozishni o'rgatishyapti. Letter formatida o'qib olyapti. Bunga qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni you hamma narsani xohlagan joylarda ishlab tashlayaptilar, letter bo'lib qolyapti. Endi article bu kuchliroq varianti bo'ladi. Endi imkoni boricha umumiy gapiriladi article formatida. You deyish o'rniga people, one, some, many deb yozish kerak bo'ladi. You pronounlarini faqat example berganda ishlatishingiz mumkin, xolos qachonki article yozadigan bo'lsangiz. Xo'p, bugungi darsimizda men sizlarga mana shu article formatida yozishni
o'rgataman. Bu juda ham zo'r strukturada tutib qo'yganman. Yutimi juda ham oson. Demak, ketdi. Siz taxminan mana bunaqa narsa ko'rishingiz mumkin. Ya'ni question prompt sizga beriladigan narsa, you are participating in an online discussion for language learners. The question is, should university education be free for everyone? Post your response giving reasons and examples. Hop, sizdan nimani so'rayapti? Sizdan so'rab turgan narsa, mana bu narsa umuman kerak emas. Masalaga chizib qo'yganman, atanglar. Ya'ni you are participating mana bu yerdan boshlab, ya'ni mana bu yerdan boshlab the question is kecha siz tarjima qilishingiz ham shart emas bu narsalarni. Shunchaki o'tib ketasiz, bo'ldi. Endi siz tarjima qilishingiz kerak bo'lgan narsa, tushunishingiz 100% amal qilishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu bo'ladi. Ya'ni should university education be free? Mana shu ikkita tutuq belgisini ichidagi narsa asosiy mavzuyingiz. Va bizdan yana bitta so'rab turgan narsasi post your response. Ya'ni o'zingizni nimangizni fikringizni yozing. Giving reasons, ya'ni sabablar bering mana shu narsaga va examplelar ham bering. Ya'ni sizdan namuna fikrlar ham so'raydi. Mana shu narsani siz tushunishingiz kerak xolos. Ya'ni should university education be free for everyone? Ya'ni university education, universitetda o'qish hamma uchun tekin bo'lishi kerak. Reason bermasiz ham siz task response'da, ya'ni task achievement degan narsamiz bor. Task achievement degani bu o'sha sizdan so'ralgan narsaga javob berishingiz. Javob bermaydigan bo'lsangiz, balingizni qanaqa pastga ketishini, C1 ga chiqa olmasligingizni ko'rdingiz. Shuning uchun reason va examplelar albatta bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta narsani o'rganib chiqqan holatda tuzib chiqqanman bu nimani. Mana shu strategiyani o'rganib oladigan bo'lsangiz, 100% C1 gacha ko'tarilishi mumkin. Lug'atlaringizga qarab turib, writingiz. Demak, ketdi. 4 body paragraf bo'ladi. Sizlarga o'rgatadigan narsamda, ya'ni 4 body paragraf essay bo'ladi. Birinchisi introduction, ikkinchisi body 1 va uchinchisi body 2 va to'rtinchi nimamiz conclusion qismi bo'ladi. Odatda introduction 40 tadan 50 tagacha so'z yozamiz. Body 1 ga 60-70 ta, body 2 ga 60-70 ta, conclusion ga 40-50 ta so'z yozsak yetadi. Hop, endi umumiy hisobda siz 200 yoki 240 ta atrofida so'z yozasiz. Bu degani biz so'z nimamizga achievementni bemalol eplab qo'yapmiz mana shu narsalarni yozish orqali. Hop, endi introductionda nima yozasiz? Mana shu how to write for paragraph. Paragraflarni ham nimadan keyin nima yozasiz? Xullas chaynab og'zingizga solib, mezim solib ketgan, mezim ham solib qo'yganman. Uni prosta sal yurib hazm qilsangiz bo'ldi. Birinchi yozadigan narsamiz introduction. Introductionda general idea berishimiz kerak bo'ladi. General idea nima o'zi deydiganlar uchun hozir men ko'rsatib beraman sizlarga general ideani. Va paraphrasing topic. Ya'ni topikni paraphrase qilasiz o'z gapingiz bilan. Additional sentence. Ya'ni mabodo so'zingiz kam bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu qo'shimcha gapni yozishingiz mumkin. Bemalol yodlab olib, mana shuni yozaverasiz. Introduction yozamiz, ketdik bo'lmasam ko'ramiz. Introduction. 3 sentence introduction qanday yoziladi? Bizning mavzumiz mana bu. Should university education be free for everyone? Ya'ni reason va examplelar berib yozing. Introduction. General idea qanaqa yozishimiz kerak? General idea. These days, many people have different ideas about education system around the world. Ya'ni shu kunlarda juda ham ko'p odamlarda education sistemi, ya'ni ta'lim butun dunyo bo'yicha ta'lim sistemasi haqida har xil g'oyalari bor, har xil fikrlari bor. Endi biz general idea beryapmiz. Hali buni university education be free degan narsaga o'tganimiz ham yo'q birinchi gap bilan. Nimaga bunaqa qilyapmiz? Chunki mana shunaqa short nimalarimizga, ya'ni topiklarimizga general idea juda ham silliq, chiroyli boshlash strategiyasi bo'ladi. Endi ikkinchi narsamiz paraphrasing topic bo'ladi. While struktura bu complex sentence, ya'ni murakkab gap hisoblanadi. Ikki qismli gap bo'ladi. Mana shuni qiladigan bo'lsangiz, ikki tarafli argument nima deydi? Ikki tarafli argument topasizda, o'sha narsani birinchi tarafiga odamlar, misol uchun, ba'zi bir odamlar educationda free bo'lsin deydi. Ya'ni mana bu gapimga o'xshatib. Yani, while some people consider university education ought to be free for everyone, yani ko'rganingizdek, siz
hech qanaqa narsani paraphrasing degani biz shunchaki so'zlarni o'zgartiryapmiz xolos. Ya'ni should be free ni biz ought to be free qilyapmiz. Ya'ni free ni sinonimi yo'q, free shuning uchun. For everyone. Faqat ba'zi bir odamlar qachonki universitet ta'limi har bir odam uchun tekin bo'lishini consider, ya'ni o'ylab turgan bo'lsa, others think, ya'ni gapimizda ikkinchi qismi bo'ladi, virgul albatta bo'lishi kerak bo'ladi, chunki punctuationga minus qo'yib yuborishadi. Others think, boshqa odamlar o'ylaydiki, it can be expensive in some domains. Ya'ni u deyapmiz, qimmat bo'lishi mumkin ba'zi bir yo'nalishlarga, ya'ni hammasiga emas, ba'zi birlariga. Endi sanab chiqadigan bo'lsak, 40 ta 45 ta atrofida so'z bo'lib qolsa, ya'ni 35-36 atrofida bo'lib qolishi mumkin siz mana shu ikkita gapingiz bilan. Siz additional sentence yozib yuborasiz. Ya'ni in this essay, ya'ni bu essayda I'll write my opinion with reasons and examples. Ya'ni mana shu nimamda, essayimda o'zimning fikrimni reason va examplelar bilan yozaman deb turib aytamiz. Xo'p, bu narsa ham mana bu yerga tegishli. Mana narsani biz olib borib qo'yapmiz. Biroq sizga o'sha ekzaminlarga tekshiradigan odamga chiroyli qilib reasonlarni ham examplelarni ham mana shu nimamga qo'shganman. O'qing mani essayimni degandek gap. Agar introductioningiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ekzaminer o'zi necha ball qo'yishni biladi. Siz million nimalar tekshirib olishadi. Shuning uchun minglagan essaylarni bitta-bitta tekshirib chiqishni o'zi bo'lmaydi. Introductioningizni ko'ribdi, o'qisa bo'ladimi, yo'qmi? Agar grammatik xatolaringiz introductionda o'zida ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizni ballingiz aniq. Ya'ni oxirigacha o'tirmaydi, ya'ni o'qib ham o'tirmaydi. Shuning uchun introduction har doim first impression, ya'ni birinchi taassurot qoldirishga eng zo'r narsa introduction. Shuning uchun zo'r lug'atlar, zo'r strategiyalarda qo'llashimiz kerak. Xuddi mana shu nimamizga o'xshab. Demak, three sentence introduction yozishni biz o'rganib oldik. Hozirgi nimamizda. Ya'ni general idea berishni o'rgandik, paraphrasing topigini o'rgandik, additional sentence'ni o'rgandik. Endi body 1 ga o'tamiz. Body 1 ga o'tgan paytimizda give your first opinion. Ya'ni birinchi fikrimizni berishimiz kerak. U fikrni support yoki reason qilishimiz kerak. Ya'ni yo o'sha fikrimizga nima uchun unaqa deb turganimiz sababini yozishimiz kerak, yo bo'lmasa uni bitta support qiladigan yana bitta gap yozishimiz kerak. Va uchinchi gapimiz o'z-o'zidan example bo'ladi. Conclude your first opinion. To'rtinchi gapimiz o'zingizni birinchi opinioningizni conclusion qilib qo'yish. Qisqacha. Hozir buni hammasini ko'rib chiqamiz, qanaqa qilish kerakligini. Demak, how to write body 1. Body 1 mana bu yerda alohida nimalarga olib qo'yganman. Firstly yoki on the one hand degan narsalar bizning keywordlarimiz hisoblanadi. Linking wordlar hisoblanadi. Linking word degani bu siz examinerga aka, uka yoki apa mana shu men body 1 ga o'tdim, mana shu firstly degan narsadan yoki on the other hand da body 1 boshlanadi degan narsani olib chiqib beradi examiner o'qib turgan paytida. Firstly yoki on the one hand having first opinion, o'zimiz fikrimizni beryapmiz. Ya'ni body 1 ga. Yana having free education is the most important thing to make people's life easier. Ya'ni bir tarafdan ham qaraydigan bo'lsak, birinchidan bitta albatta virgul bo'lishi kerak. Men virgul qo'ymayapman. Virgul bo'lishi kerak mana shu yerda. Having free education is the most important thing to make people's life easier. Ya'ni tekin ta'lim olish deyapti. Odamlarni hayotini yaxshiroq osonlashtirishda eng muhim narsalardan bittasi deyapmiz. Endi mana shu bergan fikrimizga nimaga biz mana shundan boshlayapmiz, free educationdan. Sababi mana bu yerda biz birinchi fikr qilib free education bo'lsin deb turib birinchi fikrni oldik. Voy, necha xona bo'lyapti bu. Xo'p, birinchi fikr bu bo'lyapti. University education free bo'lishi va ikkinchi fikrimiz expensive bo'lishi mumkin ba'zi bir domainlarda bo'lyapti. Demak, biz ikkita body paragrafimiz tayyor ekan. Birinchi bodyda nima uchun tekin bo'lishi haqida yozadigan bo'lsak, ikkinchi bodyda nima uchun ba'zi bir holatlarda qimmat ham bo'lishi mumkin degan narsani ochib berish kerak ekan. Mana shu ikkita bodyimiz allaqachon chiqib bo'lgan. Ya'ni introductionda o'zidan. Demak, ketdi. Ko'rdik buni, ya'ni free education, ya'ni tekin ta'lim odamlarning hayotini osonlashtirishning
eng muhim narsalardan bittasi. Endi nimaga bunaqa turganmiz? Support yoki give reason qilyapmiz. In other words degani boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, aka men bunaqa demoqchi bo'lyapman degan narsani olib keladi. Many are struggling to find a job for themselves due to not having a proper education and qualification, as it has been expensive for many years. Juda ham many deyapmiz. Mana bu yerda I yoki you'ni ishlatmayapmiz, yo bo'lmasam boshqa narsani ishlatmayapmiz deb many deyapmiz. Many degani bu ko'plar degani, ko'plar, ko'p odamlar o'z-o'zidan. Ko'p odamlar o'zlari uchun ish topishga struggle qilishga qiynalishyapti. Educationlarida, ya'ni to'g'ri ta'limlari yoki diplomlari bo'lmagani due to orqali. Chunki o'qish deyapmiz. It has been expensive for many years. Ya'ni juda ham ko'p yillardan beri o'qish qiyin bo'lib kelganligi uchun deyapmiz. Ya'ni as uchun degan ma'noni olib beradi albatta. Support berdik va reason berdik. Give example. Ya'ni body one uchinchi biz beradigan narsamiz example berishadi. For example, in Qatar, children have the right to study for free from an age until they graduate from university. Misol uchun, Qatarda bolalarda shunaqa huquqi borki, o'zlarini o'sha yoshligidan boshlab turib, universitetni bitiradigan paytgacha umuman tekinga o'qish nimasi bor. That's why shuning uchun they have high standard of living around the world. Shuning uchun ularda hayot tarzi butun dunyoda ya'ni yuqori standartlashtirilgan degan narsani aytyapmiz. Ya'ni example berib qo'yapmiz. Nima uchun tekin bo'lish kerakligi. Ya'ni ko'rganingizdek, mana bu yerdagi narsani tekin ta'lim olish eng muhim narsalardan bittasi odamlarning hayotini yengillashtirishga deyapmiz. Boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, qimmatligi uchun juda ham qimmat odamlar yomon ahvolda yashayapti deb turib, bu gapimiz bilan support qilyapmiz birinchi fikrimizni. Va exampleimiz agar nima bo'ladigan bo'lsa, tekin bo'ladigan bo'lsa, odamlarning hayotini qanaqa osonlashtirish mumkinligi haqida yana birinchi fikrga qaytib kelyapti. Ya'ni make people's life easier degan fikrimizga. Qatarda nimasi example. Va conclude opinion. Therefore, free education is the key for success in achieving higher standards in life. Yana bu narsa bilan ham conclude'imiz bilan ham tepaga olib borib qo'yapmiz. Yana hech qanaqa bu degani biz nimamizda off topic qilmadik. Off topic degan narsani o'zi yo'q bo'ladi. Shuning uchun tekin ta'lim umuman higher standard of life ga, ya'ni hayotda yuqoriroq tarzda, ya'ni yaxshiroq yashashga va muvaffaqiyatga erishishga kalit hisoblanadi deb aytyapmiz. Va shu bilan bizning body one'imiz tugayapti. Ko'rganingizdek, har bitta narsa bir-biriga bog'liq. Ya'ni birinchi gapimizga ikkinchi gapimiz bog'liq bo'lyapti. Example'imiz ham birinchi gapimizga va conclude opinionimiz ham mana shu birinchi gapimizga bo'lyapti. Bu degani cycle essay. Ya'ni cycle essay degani bu hech qachon siz bu turda umuman off topic degan narsa bo'lmaydi. Endi sizlardan fikrlaringni so'rab qo'yaman. 14 kishi ko'ryapti. Hop, so far so good. Fikrlaringni yozib yuborsalaring, seferchilar writing bo'yicha davom etamiz keyin. Agar tushunmagan narsalar bo'lsa, bitta tushuntirib ham beraman. Xo'p, davom etyapmiz bo'lmasa. Biz body one'da yozishni o'rgandik.
ya'ni first opinion, support, example'lar, conclude your first opinion deb berdik. Endi body to yozishimiz kerak. Ya'ni ba'zi bir holatlarda qimmat bo'lishi mumkinligini ko'rsatib berishimiz kerak. Hop, give your second opinion, give example, conclude your second opinion. Deyarli bir xil. Endi biz faqat ikkinchi fikrimizni yozishimiz kerak bo'ladi. How to write body to? Ikkinchi nimamiz? Bu second bo'lishi kerak. First opinion. Second. Second opinion. Secondly yoki on the other hand deb boshlaydigan bo'lsak, bu linking wordlarda o'ta zo'ri bo'ladi. Linking wordlarda o'ta zo'ri bo'ladi. Secondly yoki on the other hand, there are some domains that can be really costly as it requires much more work and place to study. Ya'ni biz mana bu yerda aytgandek, introductionimizda ba'zi bir holatlarda expensive bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir yo'nalishlar bo'yicha qimmatroq ham bo'lishi mumkin universitetda o'qish degandik. Endi mana shu narsani nima uchunligini aytib beryapmiz, olib kelib beryapmiz. Boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, aytda shunaqa yo'nalishlar borki, qimmat, ya'ni costly bo'lishi mumkin, chunki u juda ham ko'p ish talab qiladi. U studentlarga u narsani o'sha fanni o'rgatgani yo bo'lmasam biror bir joy talab qiladi o'sha fanni o'rganish uchun. Endi mana shu birinchi fikrimizni biz support qilamiz. Qanaqa qilib support qilamiz? Hozir mana ko'rsataman. Support. What I mean by this is said. Bu ham linking wordlarning zo'ri, ya'ni ikkinchi gapni boshlab turgan paytingizda, support yoki reason berib turgan paytingizda juda ham zo'r yodlab olishingiz kerak. What I mean by this is said, certain fields, ya'ni ba'zi bir yo'nalishlar, such as medicine or engineering, demand expensive equipment and resources. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Qimmat bo'ladi deyapmiz. Bu bilan nima demoqchiman? Medicine, qaysi yo'nalishlar? Medicine yoki engineering degan yo'nalishlarimiz, injenerliklar o'zi nimaga expensive equipment, ya'ni nima narsalarni, qimmat o'sha dars o'tilishi uchun kerak bo'lgan narsalarni va resurslarni talab qiladi degan narsani aytyapmiz. Give example. Ya'ni example berishimiz kerak. Take some medicine laboratory as an example. Ya'ni meditsina laboratoriyasini example sifatida olishimiz mumkin. In many cases, it requires a lot of money to build a laboratory. Ya'ni laboratoriya qurish uchun juda ham katta pul talab qilinadi. Thus, only for subjects that require special facilities, education can be expensive. Ya'ni shuning uchun faqatgina special facilitylar talab qiladigan nimalarga, ya'ni fanlarga ta'lim qimmat bo'lishi mumkin degan narsani aytamiz. Xo'p, biz ba'zi bir domenlar costly bo'lishi mumkin dedik. Qaysilarini aytyapmiz? Nima uchun costly bo'ladi? Chunki expensive equipment va resurslar talab qiladi. Biz support qilyapmiz birinchi gapimizni. Bu nimada ham. Endi example berib turgan paytimizda example'imiz mana bu supportimizni nima qilyapti, ya'ni ochib beryapti va conclude qilib turgan paytimizda yana biz olib borib bu birinchi fikrimizga berib qo'yapmiz nimamizni. Ya'ni mana shunaqa cycle essay yozadigan bo'lsangiz, sizda writingingizda hech qachon past baholashmaydi. Sababi biz o'sha writingda so'ragan narsalarni, CV-ga so'ragan narsalarni hammasini bemalol yozib bera olyapmiz. Xo'p, tushunarli bo'lsa, body to'mizni ham biz yozib bo'ldik. Endi qiladigan ishimiz conclusion yozish. Xo'p, conclusionda paraphrasing general idea va give your personal view about the topic. Ya'ni o'zingiz fikringizni berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Two sentence conclusion, ya'ni ikkita gap berib qo'ysak bo'ldi. Birinchisi general idea berishimiz kerak. In conclusion yoki to conclude deb boshlaymiz, virgul qo'yamiz. Although certain subjects involve greater expenses,
education should remain free and accessible for all learners deyapmiz. Ya'ni ba'zi bir nimalarimiz, subjektlarimiz greater expenselar, ya'ni chiqimlari kattaroq bo'lishiga qaramasdan deyapmiz. Ta'lim free, tekin va hamma uchun accessible, ya'ni o'qiy oladigan, qurib yetadigan darajada bo'lishi kerak deyapmiz. O'zingizni fikringizni beryapsiz endi keyingi gapda. In my opinion, yoki personally I think it's not merely a personal privilege, but a fundamental right that enables people to achieve their potential and contribute to the prosperity of their countries deyapmiz. Ya'ni mani fikrimcha, personally I think it's not merely personal privilege, but fundamental right. Ya'ni bu faqatgina odamni o'zini xohishi emas, fundamental huquqlari ham bo'lishi kerak. Odamlarda o'zini potensiallarini ko'rsatib bera olishi uchun va shu bilan birgalikda o'zlarini mamlakatlarini rivojiga hissa qo'shishlari uchun ham mana shu nimamiz, ta'limimiz tekin bo'lishi kerak degan narsani aytyapmiz. Ya'ni bunda ham biz o'zimiz bergan fikrimiz mana bu general ideyamizga aloqador bo'lyapti. Ya'ni remain free and accessible degan narsani olib kelib beryapmiz. Umumiy olganda nima uchun C1 essay? Bizda linking wordlar bor. Ya'ni complex sentencelar bor. Har bitta narsani paragraf qilib alohida yozganmiz. Paragraflarda boshlagan paytimizda mana bunaqa chiroyli linking wordlarni ikkinchi fikrlarimizga for example'lar berganmiz. Therefore, conclude opinion'lar berganmiz. What I mean by this is said. On the other hand, take some physical laboratory as an example. Bu narsalarning hammasi chiroyli linking wordlar hisoblanadi. Thus, in conclusion yoki to conclude, ya'ni conclusion boshlaganimizni bildiryapmiz. Har bir narsa linking wordlar, umuman ishlatilgan lug'atlar, fikrlar, ya'ni ikkita bir-biriga argumentli nima beryapmiz. Ya'ni bitta tekin bo'lsin desak birinchi nimamizda, ikkinchisida ba'zi bir holatlarda qimmat bo'lishi mumkin degan narsani aytyapmiz. Mana shu strategiyada, strukturada yozadigan bo'lsangiz, sizni essayingiz C1 chiqishi 100% bo'ladi, agarda lug'atingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, demak, darsimiz mana shundan bilan o'rgangan narsalarimiz writing formatda qanaqa yozish, har bitta narsani bodylarda chiroyli qilib o'rganib chiqdik. C1 usuli xuddi mana shu strategiyada yozishingiz mumkin bo'ladi. Darsni stop recording qilaveramiz.